Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar görüp tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bilezik. On 4-cü qism. Şunun bilen bizni belkim 60 yaşlar atrofidagi bir qeri Xitoyning mashinasiga chiqarib mashinaga bog'lab qo'yishdi. Bizning qo'llarimizda ko'yiz bor edi. Mashinada bizdan boshqa yana 3-4 Xitoy bor edi. Biz menab ko'p qiyinchilik bilan ikkinchi kunda birma chegirsiga keldik. Bu yerlar bizga tunish edi. Chunki biz oldingi qaytan bu yerdan o'tgan edik. Biz bu yerga kelganda atigan soat 10lar bo'lgan edi. Shu vaqtda bizni boshqa bir harbiy mashina silib oldingi qaytan men sizga so'zlab bergan uzun tonelning oldiga elib keldi. U yer boshqacha, tonelning atrofini harbiylar qorshab turibdi. Hammasi qurolliq edi. Bu harbiylar bir ming harbiylar ekan. Tonel azroq qiypash bo'lganlik uchun bu tarafdan u tarafni ko'rgil bo'lmaydi. Dal shu vaqtda tonel ichidan bir dala avtomobil keldi. Uni bir Xitoy saqchi haydagan ekan. O Xitoy saqchi qo'llarimizga qo'yish salmoqchi bo'lgan edi. Birma saqchilar qo'yish salg'ili qo'ymadi. Ular bu degan birma, hozir bular biz uchun jinoyatchi emas. Shun aktib bo'lganda ekan qanday qilsani mayli, ammo bu yerda qo'yish salsani bo'lmaydi, dedi. Ondan Xitoy bizni mashinaga silib toneldan elib chiqdi. Tonelning ig'zidan nimani ko'rganligimizni bilamsiz. Ajoyib ko'p muxbir, mening ko'zimga shundoq ko'p ko'rinib ketdi. Osmonda 2 dona tik uchar aeroplan turibdi. Bular saqchilarning tik uchar aeroplani edi. Yo'lning hammasida harbiylar, alayid saqchilar va nurg'un muxbirlar bor ekan. Bizni ular tutdi va biz bilan kelgan 3 Xitoyni o'tkazib o'tdi. Bizni saqchilar nihoyat inchiq aqtirdi. Men uningdek vahshiy va vahima tutilishlarda tutilib boqmagan edim. Men qo'rqib ketdim. Shuning bilan bizning uchimizni nihoyat inchiq tekshirgandan keyin qo'llarimizni kayniga qilib qo'yiz soldi. Putlarimizni kishanladi va yuzimizni qorlati bilan etdi. Shuningdan keyin bizni bir EV2 mashinaga soldi. Balkim meni bir mashinaga yolg'iz soldi-ku deb o'yladim. Biz shu holatda menab Tianchong shahriga yetib keldik. Yo'lda taxminan 3-4 soat mangdiqmi bilmayman, boshlarimizni bisib turardi. Shunchalik og'irdi, qiynaldik. Biz Tianchong shahriga kelgandan keyin saqchi idorasimi yoki tutib turish o'rnimi bilmadim, bir yerga ilib kirdi. O'yliq kirib beshimizdagi narsani ilib etdi. Qarasam bu bir turmidek ko'ringan edi. Meni uduldagi uyga ilib kirdi. Yolg'iz edim. U uyda bir qora o'rindiq, hamma yerga qulub silinadigan o'rindiq bor ekan. Men o'rindiqda o'ltirg'izildim. Ondan oldi bilan putumdagi zanjirni, ondan qo'limdagi zanjirni ilib etdi. Uningdan keyin putumni o'rindiqqa kirgizib qulublab etdi. Tizlarimni uningdan keyin belimdan qulubladi. Ondan bilikimdan, qo'llarimdan, hatto barmoqlarimgacha qo'yiz silib etdi. Men medirliyan masolatga keldim. Ondan bosh tarafimdan yana bir qalpoqqa o'xshash bir narsa bor ekan. Uni keyni tarafdan kirgizdi. Xuddi sotrashxonalarda odamning sochlarini maylisa shuningga issiq o'tkazadigan narsaga o'xshaydi. Men medirliyan masolatga keldim. Yuragim qattiq silib atadi. Endi bizning holimiz tugabdi. Hayot qololmaymiz. Endi Xitoyning zulmidan qutula olmaymiz deb bilatdim. Birdamdan keyin saqchilar kirdi. "Sen Xitoycha bilamsan?" dedi. "Azroq bilaman" dedim. Kulib ketdi. Ular meni so'roq qilib, "Nega borgan, nereden kelgan?" deyishga boshladi. U kuni tang'atqich so'roq qildimmi bilmayman. Ular badanimning ko'p yerlariga qulub silib etganlik uchun ularning urdigan yeri mening topinim edi. Topinimga qattiq urib atadi. Har urganda beshimning usti qaynaydi. Shunchalik azoblandim. "Nochi bo'lsan chiqa, birga bir mushlashayli" dedim hatta. Ular kulib qo'yatdi. Ammo har bir savol so'raydi-yu, yana birsi uratdi. Ashunda qilib tang'atqich so'roq qilindim. Atis etiganda yon tarafda bir yerga kirdik. U yer vaqtli tutib turish o'rni ekan. Bu yerning ichi bir ho'yliq o'xshaydi. Uning ichida qator ketgan kamerlar, kichik tallar bozori, oshxonasi va telefonxonasi bor ekan. Subhanalloh. Ichkirning turmalar nima degan nochi? Biz u yerga kirgandan keyin birisi, "Bu yerda men duyjam, bu yerning boshlig'i" dedi. Subhanalloh.
Alloh taolo bizga har xil musibatlarni bergan bo'lsa-mu, shu musibatlar bilan bizni qutuldiradigan, bizga osonlik akildigan, bizga yordam beradigan odamlarni o'rlashtirgan edi. Balkim siz bu asarni boshdan o'qigan bo'lsangiz, har bir musibatga astoydil diqqat qilgan bo'lsangiz, bu ishlarni his qila olasiz. Bu zolim kofirning Tianchong shahridagi vaqtliq tutib turish o'rnining boshlig'imi Tungan ekan. Subhanalloh. Bu odam yinimizga keldi va sizlar Uyg'urlarmi? Sizlar Xitoylarning tamoqini yesanglar bo'lmaydi. Men musulmon. Sizlarga siritdan tamoq akab beraman. Mening oshxonam bor. Halol xotirjam yanglar. Sizlar bularning tamoqini yesanglar bo'lmaydi dedi. Subhanalloh. Xo'sh bo'lib ketdik. Biz u yerda bir mezgil turib qoldik. Bu bir hoyliq o'xshaydi. Bu yerda kunduzi ishiklarni etmaydi ekan. Faqat kechqurunlar etidi ekan. Atiganda sirtqa chiqarib etsa, kech bo'lg'ich hoylida yuriydi ekanmiz. Kunduzlari ham yotoqning ishkini taqmaydi ekan. Xolisaq kirib uxlaydi ekanmiz. Talla bozor bor ekan. Agar pulimiz bo'lsa, nima olsaq bo'ladi ekan? Telefon bor ekan. Uzun yo'lliq telefon urishga bo'ladi ekan. Bir kuni men telefon qilib olay, opam dadamga telefon qilaman dedim. Bo'ladi, ammo Xitoycha so'zlashsan dedi. Bo'ladi deb Xitoycha so'zlashdim. Subhanalloh. Akam bilan Xitoycha so'zlashdim. Ajoyib qiziqish. U qamoqxonaning ichida 20-30 dak Xitoy bor edi. Ko'pinchilari o'g'irlik qilib kelgan, bulanchilik qilgan va bosqinchilik qilgan, hammasi vaqtliq tutib turish o'rnida turayotgan odamlar edi. Biz kelib 3 yoki 4 kun bo'lgango deyman, u Xitoylardan birisi tomdan artilib qochdi. Ko'z oldimizda qarab turayotgan edi. U magazinning ustidagi tomga chiqdi. Ondan u yerdan yugurib qochib ketdi. Shuning bilan u ketib qoldi. Saqchilar odam qochdi dedi. Keyin qaytib kirganini bilmadik. Bu turmaning ichida mifam beratdi. Bir cho'ng qochida ustida kalago'sh selingan, etiganda mo'mi bilan sey berdi ekan. Ammo biz uni yemadik. Bizga vaqtliq tutib turish o'rnining boshlig'i Tungan suyuqosh, manta kelib beratdi. Biz bu yerda qancha kun turdik, toza esimda yo'q. Balkim 15 kun turdikmi yoki uningdan ozroq turdikmi bilmayman. Bir kuni saharda ko'p saqchilar keldi. Bugun ilib kelgan tamoqi nihoyat yaxshi, boshqacha edi va tamoqinglarni yangla, hozir sizlarni qo'yib o'timiz deydi. Ha? Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Tamoqni yedik. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin bizga 2 qurdan kiyim ilib ketdi. Kiyimlarimiz bekmi maynatlashib ketgan edi. Bir tal ichki kiyim, yana bir quru kiyim bo'lsa, maktab formalariga o'xshaydi ekan. Bizga ichiga kirib munchiga tushib, bu kiyimni kiyib chiqinglar dedi. Shuning bilan biz munchiga tushib kiyimlarni kiyib chiqdik. Chiqqandan keyin nurg'un saqchilar yig'ilib ketibdi. Qo'llarida lag'min yeydigan cho'ki bor edi. Ular bizning ichki kiyimimizga cho'kilarni tengishga boshladi. Putimizning uchidan toki bo'ynimizga chiqangdi. Biz bir mashina odamga o'xshash bo'ldik. Faqatli qadam ola oldik. Belimizni egalmaydik. Mushu holatda bizni plastir bilan hamma yerimizni o'rib etdi. Biz mashina odamga o'xshab qoldik. Ishtanni saqchilar o'zlari kiygizib qo'yishdi. Putarkitimiz bo'lsa asta-asta so'ragan holatda yutkilatdi. Keyin bizni aerodromga apardi. Aeroplan stansiyasining yuktoq saqlash o'rnida bir qafas bor ekan. Bizni bu qafasga solab Kunming shahriga apardi. U yerga apargandan keyin maxsus aeroplanga chiqardi. U yerda biz o'ri turdik. U aeroplan bizni Shiyanga apardimi yoki Guangzhouga apardimi toza esimda qolmabdi. U yerga borgandan keyin bizning u yerda 3 soat saqlaydiganligimizni dedi. Bizning put-qo'llarimiz telib ketgan edi. Chunki biz o'ltirmag'ini uzun bo'lib ketgan edi. Shuning bilan o'ltirishni talab qildik. Ular yetib olgan dedi. Biz aerodromda yetib oldik. Hamma odam bizga qarab o'tdi. Subhanalloh, ajoyib sharafsiz Xitoylar edi. Nomussiz Xitoylar bizni xo'rlash bilan, bizni ezish bilan rohat topatdi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nahya bihi fi izzatin tasmu bi